Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli görürmenler. Vaka ve Mülahize programımızın 46. saniyy görüşünlerini karşı alımız. Ben Abdullah Yalqın. Kadirli görürmenlerimiz, hemen ma'lum bo'lgandek, biz bu programımızda her daim gün tertipteki en muhim meselelerini vaxtida analiz qilgan şekilde huzurunuzga sunup kelyapmiz. Bugünkü programımızın aziz mehmoni hemen tanışıp bo'lgan ilgirma bir qancha qatimliq programımızda mehmonimiz bo'lgan Xalqaro Sharq Turkiston Tashkilotlar Birligi Yevropa tashqi ishlar mas'uli shundoqla tadqiqotchi Nijat Turg'on efendimni taklif qildik. Shvetsiyadan ziyoratimizni qabul qilyotdi. Qimmatli vaqtini chiqarib ziyoratimizni qabul qilganligi uchun ko'p rahmat aytamiz aldidan. Sizlarga ko'p rahmat aytdim. Rahmat. Qadrli ko'ruvchilarimiz, programımız YouTube ve Facebook kanallarımız orqali naq maydondan tarix qilyotdi. Ekran aldı chiqib turayotgan nomerimiz shundaqla ijtimoiy fikr vositalaridagi aloqa vositalarimiz orqali programmamizga aloqador har qanday fikr taklif bo'lsa, berishinglarni, savollaringlar bo'lsa, so'rashinglarni umid qilamiz. Shundaqla ko'plagan qarindoshlarimizning foydalanishi uchun ham baharlab qo'yishni ham unutmaysizlar. Albatta biz e'lonimizda bergandek bugungi temamiz G'arb Xitoy tirkishining Sharq Turkiston davosiga ko'rsatilgan ta'sir haqida to'xtalganligimizni e'lon bergandik. Asli soat 7'de 1 saat kechikib qoldik. Boshqa programmalar sababli kechirim so'raymiz aldidan kechikkanligimiz uchun. Albatta qadrli ko'ruvchilarimiz, to'xtalgan tema bu biz bir qancha haftada bir, 2 haftada bir asosiyatini uzildirmay qilyapmiz. Lekin kundalik xabarlarimizda tilga olinayotgan masalalar bo'lsin, bizning vatanga aloqador bo'lsin, Xitoyning G'arb dunyosidagi qilayotgan barliq faoliyatlari, u yerdagi yo'lsizliklari, Xitoy-G'arb munosabati teminaydi ko'p vaqtimiz yetgancha barliq temalarda to'xtalishga tirishimiz. Unda bo'lsa bevosita programmamizga kirib ketsak. Hurmatli Nijat apandim hamda. Tordan chiqib ketdimi? Yo'qolib ketdimi? Ha. Xo'sh. Nijat apandim hamda bugungi temamizni shundan boshlasak deyman hamda. Bu Germaniya tarixida tunji qatim Xitoy strategiyasini 13 iyul e'lon qildi. 65 betlik. Biz albatta buni xabarimizda biroz tafsilotini to'xtaldik. Mushu Germaniyaning Xitoy strategiyasi nimani o'z ichiga oldi? Bu 65 betlik strategiyasida nimalar tilga olindi? Buni bir sizdan anglagan bo'lsak, marhamat. Aldidan bu ziyorat fursatini berganinglar uchun ko'p rahmat. Ekranlardagi barliq qarindoshlarim muvaffaq bo'lsin. Germaniya Yevropa ichidagi kuchli bir Yevropaningki eng chong siyosiy iqtisodiy bir kuchi bo'lishi sababimiz bilan Germaniyalik bu davlatningki Xitoy to'g'risida bir strategiyasini e'lon qilishi bu bir pozitiv bir signalning nimasini bildirdi. Chunki Germaniyaningki atrofdagi davlatlarga bo'lib Yevropa ittifoqidagi ta'sir qilish doirasi boshqa davlatlarga qaraganda nisbatan kuchli. Endi bu 65 betlik bu 40 betlik bu nimaniki Xitoy strategiyasiga qo'shib bundan bir ay burun Germaniya o'zining xavfsizlik, davlat xavfsizlik strategiyasini e'lon qilgan edi. Yani bu shuningki bir partisi deb tushunsak bo'ladi. Ammo Xitoy bugun Germaniyaningki siyosiy, iqtisodiy, texnologiya, lekin geopolitik jihatlardan, nurg'un jihatlarda Germaniyaga cho'ng ta'sir qilayotgan, Germaniya bilan quyuq aloqasi va munosabati bo'lgan bir davlat bilan bunda bir yerda to'xtalishi Germaniyaningki demak Xitoy to'g'risida uchuq bo'lgan bir texmo konkret bir strategiyani tuzashga ehtiyoj ko'rganligi va bu ehtiyoj sababidan yaqinqi 2 yilda bir xizmat qilish orqali buyuk bir guruh bilan qilish orqali bu Xitoy strategiyasini tuzib chiqdi. Bu chiqqandan keyin albatta buningki nimasidan nurg'unlagan moddalarni o'z ichiga oladi. Sharq Turkiston masalasi bor buning ichida. Ya'ni Uyg'ur masalasi deb e'lonliqda Xitoyning Uyg'urlar qilgan irqiy qirg'inchilik siyosati, bu yerdagi zulmlar, bu deb Tibetlar bo'lsin, Hong Kong, Tayvanliklar bo'lsin, Hong Konglik bo'lsin, to'xtalib qazildi va bu yerdagi zulmning narsasini, Sharq Turkiston masalasini o'zininki qimmat qarash va Germaniyaniki ilk chiqib bo'lmaydigan bir nimaga akiraylik. Endi
bu gayet zor iqtisodiy munosabat bir ikki davlatninki, bo'lib Germaniyadek Ishkiston umumiy soddisi xatolashmasam 300 milliard Amerika dollaridan ortiq bir ticari sommasi var. Yani Avrupa'nınki 50%ga yaqin umumiy sommasınki, ticari sommasınki yerimini Germaniya, Xitoy nimasi tarkib topildi bu yerda. Xo'sh. Bularning degan echilish nuqtasida Tashqi ishlar ministrining degan bunday gapi bor. Bugun Xitoy bir o'zgargan bir Xitoyga duch kelyapmiz deydi. Va Xitoy o'zgardi. Bizmi Xitoy to'g'risidagi siyosatlarimizni o'zgartirishimiz kerak deb bu xalqaro vaziyatninki o'zgarishi va Xitoyninki o'zining xalqaroga tutayotgan tashqi siyosati o'zining ichidagi o'z besib olgan zamin bo'lsin, o'zininki puhralarga bo'lsin, bu yerlardagi siyosatni qattiq qo'l bir zulm siyosati olib berayotganligi nimasidan Germaniyami o'zining siyosatini o'zgartirishga, ya'ni bugungi xalqaro vaziyatga Germaniyaninki davlat manfaatini asos qilgan holatda o'zgartishni to'g'ri qilganligini ko'rdik. Gerçi so'zlar nihoyatda qattiq bo'lmasimi, ammo bir ehtiyojning nimasini ko'ryapmiz. Masalan, deyilgan moddalarda Germaniyaning gerçi bu yerdagi nima o'zgarmaganligi, Yevropa İttifaqı 2019'da chiqargan 3 liniyalik bir nima bor, tushuntirishchi. İqtisodiy hamkorlashuvchimiz, raqobatchimiz ve sistematik raqibimiz deyilgan bir 3 nimalik raqobatchi. Bu narsa o'zgarmaganlik, ammo Germaniyaning tutadigan Xitoyga tutilgan pozitsiyalarda buningdagi oladigan masalan iqtisodiy jihatda, tijoriy jihatda bo'lgan riskni azaytish deydigan nimada var masalan. Anandan o'ziniki Xitoy bo'lib chet eldan keladigan mablag', buningda asosli Xitoydan keladigan mablag'ning nimasini buni kontrollikni kengaytirish va o'zining davlat ichidagi ul asoslari strategik sanoatlarni qo'g'dash. Bu orqali Xitoydek bu davlatlarninki iqtisodiy kuchini boshqa davlatlarninki ichki siyosatiga ta'sir qilishga ishlatayotgan bunda bir o'yinga yo'l qo'ymaslik va buni tizginlashdik bunda bir nimani qilganligini ko'ramiz. Shuningdan bilan birlikda nimanimi Sharq Turkiston masalasini bu yerga kirgisi gerçi bek cho'ng o'rin bermagan bo'lsa-mu, ammo bu yerda kirishi bu bir cho'ng narsa va Sharq Turkiston masalasida Germaniya bu Xitoy strategiyasida o'rin olishi bir musbat bir qadamlarninki bir bishorati deb tushunsak bo'ladi. Bu hamda tashkilotlarga, Sharq Turkistonliklarga bir buningdagi Germaniya tashqi siyosatida Germaniya davlatidan bo'lgan aloqalarda bu bir ishlarni etishga bir foydasi bor deydi. Masalan, chunki bu davlatning asosiy Xitoy siyosatida bir partisi bo'lib mangadigan gap. Bu jihatlardan bir musbat deb qarasak bo'ldi. Yani umumiy aytgan chog'da chiqishi, tuzilishi, o'tirg'i qo'yilishi, ba'zi yangi tuzumlarniki oldiga surilishi, siyosatlarning surilishi bu musbat. Ammo biz o'ylagandek, albatta biz xohlagandek va Amerika qatorliq davlatlar, Amerikadek nimalarni Xitoy qattiq muomala tutayotgan. Bular o'ylagandek, albatta kammisimi bu bir qadamning boshlanishi bo'lganligi uchun bundan keyingi narsada texmo yaxshilanish bo'lishi mumkin deb qaraymiz. Chunki masalan, bundan bir misolni beray. Germaniya Xitoyga eng jiq Xitoyda eng jiq mashina yasayotgan bir davlatninki birisi. Albatta bu mashina şirketleri Xitoyda mashina ishlab chiqaradi va Xitoymi hozir o'ziniki to'qliq, ya'ni yangi energiya nimasi bilan yasayotgan mashinalarni keng bozorga selyapti. Yani bu Germaniyadagi cho'ng ig'ir sanoat ishlab chiqarayotgan davlatninki iqtisodiy manfaatiga, iqtisodiy xavfsizligiga daxl yetkazgan bir narsani shakllantirdi. Xitoyning masalan az ko'rilgan metallarni tizginlab, bularninki chet elga eksport qilishni tizginlash orqali bo'libmi Yevropa ittifoqini asos qilgan holatda buni cheklay bir qonun nimasini asosini hozirlaydi. Bumi Germaniyadagi yuqori sanoat bilan hem ig'ir sanoat, hem askeriy sanoatlarda hem texnologiya, boshqa texnologiya ishlatiladigan bundan muhim moddalarni cheklashi Xitoy Germaniya o'rtasidagi munosabatlarni buningdan keyin yiriklashtiradigan narsalarni ko'ramiz. Albatta, bunun qo'shilgan holatda Xitoy besib olgan zamonlardagi Tibet bo'lsin, Hong Kong bo'lsin, Tayvan orolidagi Xitoyning tahdidi
Şundaqla əmədən mühim bolğаны Şərq Türkistanda Xitayның alıb berib atqan irqi qırğınçılıqları bu Germaniyaga bevosita taqashmasmı? Coğrafiyalik holatda bevosita taqashmasmı? Ammo bu yerda bo'lib atqan irqi qirg'inchilik bugun Xitoy deyotgandek Xitoyning ichki masalasi emas, balki bu bir global xalqaralashgan bir qimmat qarash, xavfsizlik va tinchlik bir masalasi bo'lib qolgan bo'lishqa bugun Germaniyaliklar, ya'ni Germaniya davlati bu masalaga ega chiqishga majbur. Şuna bu münasibetle bunun tüzülüşü bilen birlikte bunun ki Germaniyanın ilk barıdığan Xitay siyasetindeki asası ramkısı kuruldu. Muşu asasda bunun siyasetle ilk verildiğidir. Bu biz için bir musbet, bir icabi taraflar. Hoş. Köpkün köp rahmet. Diginizde hakikaten teşkilatlarımız mı uyada hizmet kılıvatkan, Avrupa hizmet kılıvatkan. Nurgun kelgüsde fürsətlərinin ki, texnik davanı gücləndirişinin fürsətinin texnik yaxşı hazırlanğanlığını bildirdi əlbəttə. Həm də bu dokulat yoki strategiyasını tilgə alğankəmiz Angliya parlamentida mı 200 vatlik bir Xitoy haqida e'lon qilingan bir dokulat. Angliya istihbarat va xavfsizlik komitetininki parlamentdagi bir bölümümdü. Bu dokulat hakkında mı hatta şu ötken haftada biz Xitoyni birinchilarlik tahdid deb qarayotganligi Angliyani ki bunu ötken qatnaq suhbatdan biraz to'xtaldik esimda qolishcha. Şu dokulat hakkında mı biraz ma'lumot bergan bo'lsangiz. Elbette bu ikisi o'xshash bir kunda chiqdi. Angliyadagi Avropaninki içinden çıkan ama imperial nimedeki imperial bir kuch bo'lgan. Ve o zihniyetin qilib qolmagan bugungi qadar. Bundan bir devletninki, bir reisninki, devlet baş ministrininki deyişi Xitoyni xavfsizlik tehdit edip u yerda deyişi, onun qo'shilibki Angliyaninki ichki istihbarati MI5 ve tashqi istihbarati MI6ninki ular ikkisi Xitoy to'g'riliq ko'p degan dokladlarni ve bularning reis nimeleri organlarının başlıkları Xitoy to'g'riliq izchil ogohlantirib kelyapti. Yani bu qitimqi bu doklad parlamentdagi Angliya parlamentidagi mudofaa ve xavfsizlik to'g'risidagi komitetining chiqargan nimasi dokladi. Bunun köpleyen organlarniki ogohlantirishi ve ularning bergan putur materiallarga asosan Xitoyning bugun Angliyaninki umumiy davlat altida Angliya davlatiga, Angliya siyosatiga, Angliyaninki asosiy davlat manfaatiga, Angliyaninki iqtisodiy va Angliyaninki texnologiyasi, mudofaasiga nurg'un sohalarga qanday qilib Xitoyning tahdid yetkazayotganligi, Xitoyning bu yerdeki Angliya davlatidagi yani demokratik bir sistemidan foydalanib qanday putur o'g'irlayotganligi ve Angliyaning mudofaa ve texnologiya sohalarida qanday nimalarni o'g'irlab o'zininki asosiy nimasiga yetmoqchi nishoniga yani davlat strategiyasi yetmoqchi bo'lganligini bundan ait uchuq tafsiliy tushuntirish bilan birga yani bir necha misollarni berish orqali Angliya yaxshi bir dokladni chiqarib bu Angliyaninki buningki Xitoy siyosatiga ta'sir qiladi deb o'ylayman. Bundan burun 2021-yili Angliya o'zininki umumiy davlat strategiyasini yangilab Xitoy to'g'riliqmi bu yerda to'xtalib o'tgan edi. Ya'ni Xitoyninki shakllantirayotgan Angliya davlatiga shakllantirayotgan tahdid va tahdidlarini buni to'xtalgan edi. Bu qatimqi bu narsa chiqishi texmi Angliya davlatininki bir dikkat etibarın Angliya siyasetlerininki, Angliya şirketlerininki bulup mu? Hangi texnik şirketlerininki, hatta mudofaa organlarıninki Angliya, Xitoyning buningki shakllantirayotgan bu demokratik uchuq bir sistemidan qanday foydalanayotganligiga qarata bularning sezgirligini oshirish bilan birga buningdan keyin siyosatlarni qattiq qo'l Xitoyning hem kengayimlik siyosatiga qarshi bir chora tadbirlarni elishi ve davlat ichidami Xitoyning singib kirishi ve ta'sir qilish kuchlarini tizginlashga urinishi mumkin bu yerda. Albatta bu yerda Hong Kong masalasi Angliyaning nimasi uchun muhim, chunki bu yerda Xitoy bilan kelishgan nuqtalar bor edi.
Xitoy bu va'dasida turmay bu yerniki davlat Hong Kongniki sistemini almashtirishga tirishdi va'dasida turmay. Bunun qo'shilgan holatda Xitoyning Sharqiy Turkistonda bo'layotgan masalasimi, qilayotgan qiyinchilikmi buningdan keyin Angliyaniki siyosatiga ta'sir qiladi. Ya'ni bu yerdagi bo'layotgan narsa abay degandek yolg'izdan bir ichki masala yoki Sharqiy Turkiston xalqi bilan munosabatimiz bu butun bir dunyoviy bir xavfsizlik va qimmat qarash masalasi bo'lib qoldi bu narsa. So, ikili tarafdan aytgan chog'da Yevropa ittifoqimi buningdan keyin gerçi Amerika'nın tez suratda Xitoyga keng ko'lamli qattiq bir siyosatlar tez amaliyleşmesi mi? Ama qadam bu narsa Amerika nim qilgan, ya'ni shu liniyaga qarab yiqilishyotdi, o'rtaq shaklda pasishib menishqa bir narsa shakllanayotganligini ko'ryapmiz. Albatta buning Xitoyninki qattiq qo'l kengaymish siyosatininki tugsiz bo'ladi albatta. To'g'ri. Hakikaten bu o'xshash kunda e'lon qilingan va shu siz yuqorida tilg'alib o'tgan MI6ninki boshlig'i uzun yillardan buyon tunji qatim o'zini shu Chex poytaxti Pragada oshkorlayotgan o'sha odamdi. Biz kundalik xabarimizda tunuygan badoq. Uning hamda so'zlagan bu Richard Moore'ninki o'sha harbiy istixborotning beshidagi bir albatta buni og'zidan chiqayotgan so'zlar hargizmda bir muxbirning og'zidan chiqqan yo teppagan gap bo'lmaydi. Xitoyninki Rossiyaning hozirgi Ukraina urushiga, Ukraina-Rossiya o'tirishga urushdi. Xitoyning Rossiyaga yordam berayotganligini aniq deb o'tirib qo'yibdi. Va butun Berma shu nimadagi urushlar diktator rejimlarning keyinda Xitoyning bog'lig'ini shu Xitoy rejimininki Xitoy rejimining va bir qancha uningdan boshqa nurg'un shu mustabid hokimiyatlarni qo'llayotganligini uchiq o'tirib qo'yibdi. Bu Xitoyning qo'llashi olmagan bo'lsa, bu rejimlarni bu holatda ko'maydiq biz degan shaklda hamda. Bu haqiqatan ya intayin bir jiddiy bir masalada amaliyotda va o'tirib qo'ygan masalaniki Xitoyning Iran shu rejimlarni qo'llayotganligi haqida. To'g'ri. Demak hamda bu Xitoyning qanchalik balo ekanligini, bularning qo'lida dunyoga oshkorlanmagan bu istixborotning beshiklarning qo'lida dunyoga oshkorlanmagan, axborotga hech chiqmagan yüzlerce, minglarcha material bo'lishi kerakda, buni so'zlayotgan odamning qo'lida. Albatta. Xitoy ya'ni bugungi dunyo tartibini yaratgan g'arb, Amerika boshchiligidagi g'arb dunyosi. Ular qarshi bo'lgan butun narsalarni bular qo'llashga tirish orqali qarshi tarafninki yimirilishi, ya'ni yimirilishi desak ig'irlikni ufirishi, ya'ni tadrijiy holda. Ufirishi sistemini qarorlik holda özünün mənfəətiga qısqa məzgildə özgərtiş, uzun məzgildə Xitay nimisini devletinin asaslıqan bir xalqara sistemini yaratışının peyida. Şu an bugün qarasaq, nədə qəribə qarşı devletlerde bir nimi bolsa, Xitay bunun aqıda bağlı olan bir parmaq izini görürüz. Mesela Rusya'da Ukrayna vuruşu gerçi uç ve ipqaleti qo'llayotdi diyor ama aslında her xil şekilde bu urushning Rossiyaning bugun qadar davom qilishining asosiy sababi Xitoy bo'lib qoldi masalan. To'g'ri. Masalan, Bermudada bo'layotgan narsada deysiz, boshqa yerlarda bo'layotgan nimada hammasi bu Xitoy g'arbninki bir qarshisiga chiqdi. Endi bu narsa ikkisiniki qarshilashi, endi bu yerda Sharq Turkiston masalasiniki texmi ko'tarilib bir chiqishiga bir fursatlarni yaratish ehtimolligini ko'ryapmiz endi. To'g'ri. Ko'p rahmat. Endi shu NATO'ninki albatta Vilniusda ochilgan yig'in. Bu yerdagi oxirgi Stoltenbergning oxirgi yig'in tugab, 2 kunlik yig'indan keyin e'lon qilgan so'zning ichida Xitoyninki butun NATO'ning butun davlatlari Amerikaga yetib bora oladigan shu yadro bombani hozir shu oldimizga 2030gacha 1500 nimaga erishadiganligi, 1500 yadro beshiga ega bo'ladiganligini, Xitoyning bizning tuproqlarimizga, bizning chegaralarimizga qancha yaqinlashayotganligini ko'ryapmiz degan shaklda bayonot e'lon qildi. Bu so'zi nimalarni bildirdi sizcha hamda mushaqda? NATO'nun çıkağı umumi e'lon qilgan 75 nimelik moddalik bir narsani, Xitoy to'g'riliq deyilgan narsani, bunda deyilgan nimalar bor. Xitoyninki
besim siyaseti deyini başka devletlerge kılıvatkan besim siyaseti ve Xitay'ınki hırsı, devlet buluştukları bir hırsı. Bu NATO devletlerininki umumi devlet menfaatine her kaysi devletlerninki şu. Onun koşup ularınki xavfsizligiga ve ularning qimmat qarashlariga bir tehdit şekillendiriyotidi deb başlaptı bu yerda şu. Xo'sh. Tehdit şekillendiriyotidi NATO Xitoy nim qilgan super anonkin hava nimistiki alem boşluğu onun başka asimetrik holatdagi Xitoy şekillendiriyotgan tehditning nimasiga izchil uchrab kelyotidi Xitoy siyosiy, iqtisodiy va askariy nimadagi vositalarni ishlatib NATO o'zining xalqarodagi kuchini kuchaytirish bilan birga NATOga NATO davlatlariga strategiyalik bir nimani shakllantiryotidi deydi. Xo'sh. Bir yosda tehdit emas amayliqi bilan nima deymiz. Tehdit deb turaylik, ama tehditimiz bir challenge'ni shakllantiryotidi bu yerda. Xo'sh. Andan keyin Indo-Pasifik rayonidagi Xitoyning kengaymichilik siyosatini nima qildi? Andan keyin Xitoyning yadro qurollarini nihoyatda tez taraqqiy qildirayotganligi, buning diqqatga e'tibor va erishga tegishli nuqtaning ekanligi, andan keyin Xitoyningki Rossiyaga izchil qo'llab, Rossiyaning urushini bugungi kunga qadar davom qilayotganligi va buning NATO davlatlarininki ko'zdan qochmay qochib qolmaganligini, buning NATO buni izchil kuzatib dikkat beriyotganligini mi debdi. Ahirda herhalde bir diplomatik bir nemini qo'yish orqali bir azroq yumshashib tutdi umumiy narsani. Ya'ni bir NATO har qachon Xitoy bilan bo'lgan bu narsalarni diplomatik bir nimaga suhbatga etishga har qachon tayyor degandekchi. Xo'sh, xo'sh. Yani bu narsani yig'inchoqlagan chog'i bir ikki betga bormaydi bu narsa. Ammo bu yerdagi yangiliklar nima deganda NATO 2030 NATO strategiyasini o'tirg'a qo'yishgandan keyin Xitoy rasmiy bu NATO'ninki umumiy uzun yillik bir strategiyasining ichiga ramkasiga kirgandi. Burun asosan Rossiya va terrorizm u bu deydigan narsalar bo'lsa, Xitoy birinchi qadam shu yerga kirdi. Ve onun için NATO her qatimliq Xitoy NATO'nun her qatimliq yig'inida dikkat qilsak kun tartibda bo'lyotidi. Mayli Rossiya urushdan bo'lsin, Rossiyaning Ukrainaga ochgan urushidan keyin yoki bo'lmasa Xitoyninki Indo-Pasifik rayonidagi kengaymichilik siyosati. Bu yerdagi davlatlarni bearam qilayotganligi, Sharq Osiyoda Yaponiya, Koreya, Apas tarafda Tayvan bo'g'izi bo'lsin, a tarafdagi uşaq aral devletleri olsun, Malaysiya, Endonezya degandekçi. Bu hammasi gerçi bular NATO a'zolari bo'lmasmi, ama NATO devletlerininki umumiy iqtisodiy va tijoriy manfaatga bevosita taqishadigan bir narsa. Shuningdan bilan birlikda Xitoyning Yevropa ittifoqidagi Yevropani bo'lish 16 plus 1 deb bir nimasi var, 14 plus 1 ga chiqib qoldi. Shunga o'xshash NATO a'zo davlatlarininki izchil bularga cyber hujumi deydi. Buni mu qarorli Xitoy ep beryotdi mesela Rossiyadan qasdini yerda eng jiq ep berayotgan davlatning birisi. Buni shakllantirishi izchil NATO davlatlarininki uchur bexatarligiga, anakin davlat sistemasininki amallik, ichki amallik va bexatarlik nimalarga izchil tahdid shakllantirayotgandek bir narsani o'tirg'a qo'yuqliq. Bu narsa NATO paralel aldı özünün nimasini Avrupa'da ve Şimal Avrupa'da, Şarkı Avrupa'da kengaymisine birge hazır Xitoyga yaqin bo'lgan davlatlarni mi chaqirib bu yig'inga taklif qilgan bir qarorlik mehmonlarni qanday qilganini ko'ryapmiz. Avstraliya, Yangi Zelandiya, Yaponiya, Koreya mu NATO'ning yig'inlariga bir necha qatimli qatnashganligini ko'ryapmiz va Yaponiyada bir ofisni vekil nim qilgan bir ishxonasini ochishni muzokara qilayotganligini ko'rdik masalanchi. Xo'sh. Demak, NATO mu o'ziniki manfaatini faqat transatlantik ichki Yevropa va Amerika nimasidagi quruqlig'idagi yerdan emas, balkim hatto O'rta Sharqdan kengayib Indo-Pasifik rayonlariga kengayotganlik bir nimasini qadamimizni ko'ryapmiz. Albatta bu yerdagi Yaponiya va Koreya, aslidagi Tayvan davlatlari agar Xitoyning nimasiga xususan NATO bevosita yordam qilmagan ahvol ostidami, chunki bular NATO nimasiga kirmagan bo'lgandan keyin. Ammo
bu NATO bu narsaga vositalik holatda aralashib qolishi mumkin. Chunki NATO davlatlarining bu yerda qo'llaydigan bir manfaatlari va bo'libmi Amerikaniki masalanchu. Xo'sh, xo'sh. Mesela NATO'nun şirki Angliya olsun, Germaniya olsun, Gollandiya, Fransiya qatarlıq dövlətlər həmisininki bu Indo-Pasifik toğruluq ayrım elan qılgan strategiyaları var məsələn. Xo'sh. Burun Xitay onda kengaymişlik nimesini tek onda keng kölen başlaştım burun bundan nimi yoktu. Hem küçük vaki devletler bir yere özlem menfaatlerini qoğdaş yüzünden bir yere askeri paraxotlarını sürüvatıdır mesela. Çünkü bir uruş ihtimallığı çıkıp kalan çağda özünün menfaatlerini bir yere qoğdaş en azından çünkü iş bulmagan çağda. Doğru. NATO'nun nimesiga bu kirişimi bu bir yaxshi bir ijobiy qadamlar. Endi masala bular NATO masalasi masalan Sharq Turkiston qanday qaraydi masalanchu. Az bevosita tilga ilinmadi. Bu O'rta Osiyo Sharq Turkiston nimasi bevosita tilga ilinmadi NATO'ning keyin qilgan narsada. Ammo buni albatta buni yozgan, buni qilgan odamlar Xitoyning bir yerdeki nərsəni bilidu və deb qarayımız, abay degenimizdek Şərq Türkistan məsələsi yalnız özümüzdən məsələsi emas, bu dünyavi xarakterlik bir məsələsi olub qaldı. Bu mu aldığımızki yıllarda NATO ilə Xitayının oturusundaki nimelerinin küçüyüşüge geçip bu yerlerde mi bir özgürlük bu qilishi mümkün deb oylayman, bu mening şəxsi nimemem farzim. Çünki NATO nimesinde yeni bir nokta var, o bolsun nime degende Xitayninki Şimalımız okyanını çöylediğin halette NATO'nun nimesiga a'zo bo'lgan neçe devletler var. Amerika, Kanada, Norvegiya, Daniya, Şvetsiya, hatta Finlandiya. Bu devletlerin hamısı Şimalımız okyan devletleri. Bu yerde bir gayet zor miqdordagi boylik ve stratejik ahamiyatga ega bo'lgan bir yer var. Xitoy bu yerga izchil tez suratda kengaymichilik nimesini başlag'liq. Bu aldığımızki yakın kıviyelerin içilişine geçip NATO devletlerinden bulup Avrupa İttifakı'ndaki bu devletlerinin geostratejilik haletiki talaş tartışımı günden günkü küçülüş ihtimallığı var. Bu sebepten NATO'nun mu TİH'ı Xitay ölen boğan nesli Rusya'da mı çıkarak orun eliş ihtimallığı mı var dep oylayayım. Köpün köp rahmet. Hakikaten degeninizdek bu söz e'lon qilingan dekillam Xitoy mush qatimliq NATO'nun bayonotidan kishilli chiqishib deganni NATO o'zining haqiqiy niyatini oshkorladi. Bu rayonlik bir nimadan eshib hozir haqiqiy niyatini oshkorladi deb shu bayonotlarni e'lon qilib ketdi Xitoy. Xo'sh, endi Blinken'ninki Wang Yi bilan Sharq Janubiy Osiyo ittifoqi asli Wang Yi kelmasa kerakdi, bu yo'qolib ketgan Ching'anning o'rniga Xitoy qanday yo'qotib o'tdi o'ramdi. Jakarta'da o'tkazilgan yig'inga qatnashdi va bu qatnash jarayonida Blinken bilan ko'rishdi hamda bu yerda. Yana Wang Yi'ning so'zlari qarasangiz o'zining shu burungi safsatasi aniq qilman talablarni o'tirib qo'yibdi hamda. Ortaq mavjudligimiz. Ha, shu masalalarni o'tirib qo'yibdi. Hamda lekin bu o'xshash mush yig'inda Blinken bu Sharq Janubiy Osiyolardagi butun davlatlarni Xitoyga qarshi turishga chaqirib u yerda so'z qildi hamda. Birlikte, biz onun xabarini bariq tafsilatda. Siz şu ko'rish haqida nimalarni o'ylaysiz? Endi Sharq Janubiy Osiyodagi nima bu bir strategik ahamiyatga ega bo'lgan bir davlat. Bular dengiz yuziga nimqan, ammo garchi bular tijoriy jihatda yaqinqi 10 yilda Xitoyninki iqtisodiy kuchi bu yerda qarallik, ko'rinarli holatda ish Amerika'nınki bir yerde gerçi özün iqtisadi nimesi, ticari nimesi gerçi burunqidek bo'lmasa mu, ama xavfsizlik jihatda bular yani birinci tanlashni Amerika'ni deb tanlaydi. Çünkü bu yerde Amerika'nınki özün qoldirgan nurg'un ta'sirlari bor endi-ku. Yani bular cho'ng kuchlarning o'rtasida araliqi qisilib qolgan bir davlatlar bo'lish sababidan uchuq shaklda Xitoyga maydon o'qish ehtimolligi tuvan, ama bu yaratilgan fırsatlardan faydalanıp özlerininki milli müstakilliğini, milli ilgilik hukukunu qo'g'dash ve bunda evlette xavfsizlik yetkazgan Xitoyga mu vaqti kelsa tarafni g'arb dunyosida tanlagan tarafda turib
o'zining nimasini qo'g'dishi ehtimolli bor. Chunki Xitoy bega mablag' solgan bilan askariy jihatda o'zining beliqchilari bilan beliqchi shaklda shakllantirgan o'zining kona harbiylari bor, bularning jixlari asosan. Bular orqali izchil tahdid silib keldik. Bu yerda dengiz hal qilinmagan dengiz xalqaro dengiz masalasi bor Xitoy bu yerda shug'ullik qilg'iliq masalanchu. Bu devletler gerçi Xitay məbləğini qarşı alsınmı, amma Xitaydan bir ənsirəş var. Bu ənsirəşni xəvfsizlik nimesi kim bilen el qıldı degan gap de şu elbette Amerika başçılıqdakı G'arb dünyası qartan el qilish kerak. Xo'sh. Bundan bo'lgandan keyin Amerika bu fursatdan foydalanib bularning bu ehtiyojini foydalanib Xitoyga qarshi turishga, o'rtaq harakat qilishga chaqiryapti va bu yerga iqtisodiy mablag' silish orqali bu davlatlarningki ziyoda Xitoyga beqindi bo'lishninki oldinishning projektlarini planlarini tuzdi. Masalan, Hindiston, Yaponiya, Avstraliya, Xitoy qatorliq davlatlar bu yerda birlikda bu davlatlarningki iqtisodiy mablag' silish orqali Xitoyning ziyoda kuchlanib, Xitoy ta'sirining ziyoda kuchlanib kelishining oldini olyapti. Oldingi 2 hafta burun Malayziyaninki nimasida deyilgan bir nimada o'rtaq shaklda biz birlikda xavfsizlik harbiy mashqini olib berishimiz kerak, bu yerga tahdid shakllangan kuchlarga o'rtaq qarshi turishimiz kerak deb bir nima jakaldi. Ammo bu yig'inda Indoneziyaninki nimasi bir siyosiy gapdan birini qildi. Biz cho'ng kuchlarning o'rtasida talash tortishda taraf tutishni xohlamaymiz deb. Albatta bu qurboni bo'lishni, nima bo'lishni xohlamaydi, ammo Xitoy kuchlangan siri bu yerga shakllantirilgan tahdidi jiq bo'ladi. Bu to'g'risida hamma davlatlarda, mayli Malayziya bo'lsin, mayli Indoneziya bo'lsin va boshqa davlatlarda bo'lsin, Xitoyning kundan kunga kuchayotgan ta'siridan bearam bo'layotganligini ifodalayotgan davlatlar bor. Ammo o'zining nimasi quvvati, kuchi cheklik bo'lg'achqa buni ashna qilib turibdi. Hamda Xitoymi bu yerda o'zining bir ta'sirini kuchaytirish orqali Amerikaninki ta'sirini ozaytishi va qarshi bir birliksab nimasi qurollanmamiki deb bumi tirishyapti. Hammasi o'zining tarafini oladigan davlatlarning nimasini qilyapti. Blinken bilan Wang Yining uchrashishi bu yerda buningdan burunmi Blinken ziyorat qilgan zaten. Uningki yerlarni ziyorat qildi. Uningdan nimami ziyorat qildi masalan Xitoy bilan bo'lgan munosabatni yumshatirish, normallashtirish deydi, ziyoda yomonlashib ketishninki. Aldı olib 3 odam ziyorat qildi. Uning davlat ministrlaridan. Uning qo'shilib yaqinqi 2 kun ichida Kissinger ziyorat qildi Amerikaninki hamda darin davlat odamlari hamda burunqi xavfsizlik maslahatchisi bu Xitoy Amerika munosabatini normallashtirgan Amerika uchun Amerikaning hisobi cho'ng to'kib qo'shgan deb qaraydi bu. Kissinjerdek. Shu ayrim bir savolim bor, mushaqtimi? Shu hatto Xitoy axborotlari og'ziga tegmay bundan qattiq maqtab butun axborotlar qarasangiz Henry Kissingerni maqtab naaytibak qilib ketamdi. Bu hozirgacha Xitoy maytatib shu bo'lib davlat mudofaa ministrlari hozirgacha Amerika Devlet Müdafaa Ministri görüşmeyotdi hamda Xitoy maytatib berdi. Akilib. Kanallashib olmayotdi. Ha, shu. Bu berib Li Shangfu bilanmi, ham Xi Jinping bilanmi, Wang Yi bilanmi ko'rishdimdi. Bu ko'rishninki keynida nimalar yotidi, masalan, nimalar axborotga chiqqandan boshqa. Tashqi ishlar nimasi Amerikaninki tashqi ishlar ministrligi bayonotchiligini deganda biz Kissingerning safaridan xabarimiz bor deydi. Ama onun sözü Amerika'ya vakaletlik nim kılanmaydı deydi. Vekillik nim kılanmaydı. Elbette o görüşken nimlerden bizni haberlendirdi diyen bir nimini kullandı. Bir yerde bir gayri resmi aletki bir diplomatik bir yıkılışınki nimisini göreleyimiz. Yani AKK'dan Amerika'nınki 3 tane mühim devlet erbapları ziyaret kıldı. Blinken olsun, Yellen olsun, onundaki Kerim'in nim kıldı, onundaki Blinken'la Wang Yi'nin bazı nimede uçuruştu şeflerin bahsediyordu. Bir de AKK'dan bunda kuyuk uçuruşlar oldu. Yani bir yerde köştürgen bir nerse Kissinger'nin kilisi. Meselelerinki toluk el bulunanmayvatkanlığı, yani ortak noktalarının gerçek diplomasiya ve nimede
yarışımız belki yamanlaşıp ketmeyli, ma noktaları kilişeli degan noktalar ta'kidlansa mı? Ama farqlanayotgan o farqlarninki ziyada cho'ng bo'lishi, bularniki davlat manfaatlarininki tepishi nimasidan bir kelishilmayotgan bir nuqtalar sababidan bu Kissinger bu munosabatlarni tuzugili yoki o'ngishig'ili keldimikin deb mening shaxsiy farazim bu. Chunki Kissingerning degan nimasida bu yerda mening andisham bu ikki cho'ng kuchninki munosabati hozir bir kesişme noktaya geldi deydi bunda. Kesişme noktaya geldi. Bunlar ziyade bu münasebetlerin ziyade yamanlaşıp gidip bir uruşlarga, tokunuşlarga kirip gitişten aldığını erişimiz gerektiğinden dersen cık ta'kidli demesen çünkü. Demek bir yerde bu hazırki Biden başlığı hükümet olsun ve Kissinger başlığı bunda konu Amerika'nın nimelerde hazırki vakitte ziyade bir münasebetlerinin naçarlaşıp tokunuşlarga uruş emas mi ma'lum bir rayonlarda bir tokunuşlarga kirip kalmasını aldığını amal ve tormozlayotgandek bir nemini tirishchanlikni ko'ryapmiz. Xitoymi amal ve bu münasebetni tartish nima qilish orqali Amerikaning o'zi qo'yayotgan cheklamalarni yumshatishga tirinayotganligini ko'ryapmiz. Masalan, chipninki nimasini o'tirib qo'yibdi. Bir yerde Tayvan meselesini oturup koyup bu bizninki nimimizdi, bizning zaminimizdi deb. Yani sen özünki bizge koyuvatkan siyasetten vazgeç, biz ortak mevcut olalayımız, ortak win-win nimis yarata alayımız deydiğen aşna nersen oturup koyup depti mesela. Ama bu mesela Amerika bunda diyenlikten Tayvan'ın nimisini itiraf kılıp özünün Tayvan siyasetinden vazgeçem de keşmeyi de aldırıp hazırki yakın vakitte. Hoş. Çünkü Tayvan'ı kolduğum yervekten Amerika Indo-Pasifik'ini bütünlüğü yokutup koydu mesela. Ama hükümet bir şirki bir gün hakimiyette oturup bu cumhuriyetçi zihniyetçi Cumhuriyetçiler Partisi nimo Demokratlar Partisi ki bu nimede hem de bularning zihniyeti Cumhuriyetçilerden biraz farklı bunu elbette hemeyle bilimiz. Bulaylıqı global nime bilen oylaydık. Biz dünyanın nimesini, tertibini ve sistemisini ticaret ve özara hemkarlık arkalık uruşlarının, tokunuşlarının ki aldığını alımız, ortak şekilde mevcut olumuz, degan manda bir siyasi zihniyet oğaşka bulan ikide. Xitay bilen tokunuşlarga nimelerge kirip kelişinin ki aldığını ilişki tirişiyordu. Emniyette Xitay bular oylığından tez ve güçlü halette terakki kılıvatıdı ve Amerika'nın nurgun sahalar cihetten aldığınki hitimler tılgağandık tehditini şekillendiriyordu. Bunu Trump 2017'deki stratejisi, devlet stratejisi Biden 2021'den biz oturup koyulduk. Nurgunluğun okşaş noktalar var. Yani bu meseleyi bir neçe ministerliklerin evet hatta Kissinger'lerin evet şarkılarını bu aldırıp el bulduğun meseleler emas ama benim farazim aldıdaki ministerlerime el kılamıgan noktani Kissinger'dek pişkan bir diplomatni evet şarkılar bir urnup bekiş buluşu mümkün de faraz kılımı. Hoş. Köptün köp rahmet. Hem de yukarıda söylep ötkeninizdek bu devletlerin hemmesi Meliye Avrupadaki devletler olsun hemmesi bulup mu Tayvan meselesi de hemmesinden ayrım stratejileri karşısınız mı? Ayrım sözleri de karşısınız mı? Ortak bayanatları karşısınız mı? Tayvan meselesine tilgap durdu hem de. Bir yerdeki rayonninki, Tayvan'ninki bir mesele, Xitay'ninki bu yerde zorluk güç işiltip durup bir nasıl kılışıp bütünlüğe karşı geldikini. Ve Xi Jinping bu etrafta her günün karşısında şu bir yerdeki rayondaki hava nayet ciddi bir keyfiyette. Birden paraxotlarla, birden aeroplanlarla rayonni Tayvan halkını hayve qıp durduğun gepte hem de. Tuyuqsudan bir eşip kaldığındaki. Xi Jinping'in bu özününki şu Xitay tarixi demiş Tayvan'da ağan bir reis de yazılış üçün nurgun aslında bir nimesi var mı onun nimesi? Hem de bu rayondaki muş işlerini umumi közü tutqa vaxtımızda hem de. Tayvan meselesi de Xitay'ninki bir qadamlamışı yakın tarixte
etib qilishi Tayvanni bir aqlama alayşu deb degandek bir şekilde bir harakat qilib qilish ehtimolliigi qanchalik agar qilib qolsa butun g'arb dunyosini uningga bildiradigan javobi inkosi qanday bo'ladi sizce? Mençe yakın qisqa mezgil içinde Tayvan'ga unda bir narsa bo'lmasligi mumkin deb qarayman. Chunki bu Rossiyaningki Ukrainaga besib kirib bu yerda urush nima etishi bilan Xitoyga bir dars ko'rsatadi. Ya'ni g'arb dastlabda Ukrainaga orqada turmaydigandek ko'ringan bilan kirib bo'lgandan keyin bütün Yevropa g'arb davlatlari va ularning ittifoqdosh nima qilgan hamkorlashib davlatlarning hammasigidek Ukrainaga bir yardım beryapti ve Rossiyani ağır bir urushning patqiga dastlabki 1,5 yildan ortiq eshib ketdi masalan. Rossiya bir ağır iqtisodiy jazoga uchrayapti ve kunsiri yemirilayotgan bir holatni ko'ryapmiz. Bu bir Xitoyga bir dars bo'ldi deb qarayman. Ya'ni agarda Rossiya tez suratda degandek bir haftaning ichida Ukrainani ep bo'lgan bo'lsa, Xitoymi bu yerda g'arbni oxirida turmagan bo'lsa, Xitoy bu yerdan ilhomlanib Tayvan'ga kirishi mumkin deb o'ylayman. Shuna qilishi mumkin deyapti. Chunki hujum qilishdan burunla Putin bilan Xi Jinping Beijingda bir ko'rishdi-ku, bularlik olimpik nimiz ziyarati bilan. Qaytib kelib bayonot e'lon qildi va hujumni keyin boshladi masalan. Endi bu Xitoy endi bu yerda o'lchaydigan nurg'un nuqtalar va birinchisi o'zininki askariy kuchini o'stirish va iqtisodiy tijoriy kuchlarni kuchlantirish bilan birga aldığımızdaki nimelde aşı hücum qilishga tayyorlik qildigan ve aradaki Amerikadan bo'lgan farqni kunsiri kichikiltishga tayyorlik, jiddiy tayyorlik qilish mumkin deymiz. Mesela Şi'nin oldingi oydigu deyman, mesela askariy nimalarimiz ziyorat qilgan chog'da modernlashtirish, yani zamonaviylashtirish nimasini teziltish, texnologiya nimasini teziltish, mesela şu ideologiyalik holatdagi askariy taraqqiyotning ideologiyalik narsani texmi chingaytish askarlarniki. Bu nuqtalar to'g'riliq qattiq ta'kidlagan narsani ko'rdik masalan. Shu yerdagi narsa bir jang tayyorligining asosini yaratish, ya'ni kuchlik bir zamonaviylashgan, kuchlik texnologiyaga asoslanib urush qiladigan bir zamonaviy Xitoy askariy kuchini paydo qilish. Albatta buni bekorga paydo qilmaydi, bu o'zining degan nimasini elishga tirishdi. Ham Tayvanning narsiga qarasak, Tayvan o'zi kichik gerçi adam nimesi bo'lsa-mu, Tayvanning masalasi birga Tayvan xalqininki milliy mustaqillik irodasi bu albatta muhim rol o'ynaydiganligini Ukraina xalqininki milliy iroda bilan ko'rdik. Ya'ni xalq qo'shilib askar bo'lgan chog'da dunyoning qanday kuchi kelsin, bu oson yigilolmaydigan bir lo'qma, ya'ni bir galg'utirgan bir uruqchi bo'la oladiganligini ko'rdik. Xo'sh. Bu nuqta Sharq Turkiston xalqiga balki nima bo'lish kerak deriz. Bu iroda eng muhim. Agar bularni tirishib nima qilsa, albatta dunyoning yordami, Amerika olsun, Yevropa olsun va boshqa davlatlar Tayvan xalqining nimasini kitib qoldi telefon. Amerika olsun ve Avrupa olsun, ittifaq olsun bu Tayvan'ninki Xitoyga qarshi turish nimasida mayli iqtisodiy va texnologiya va hatto askariy jihatlarda qo'llab Xitoyning tamoman Tayvanni yutib olishiga qarshi turishi mumkin. Hatto buni uzunga so'rish orqali Xitoyni bir patqoqqa patirishi mumkin. Ama Tayvanni bunda bir riskni alamda onu bilmaymiz. Ama bu ilaqi Xitoy agarda Tayvanni haqiqatan butun qo'lga tushirib qolsa, deganimizdek g'arb davlatlarininki bu yerda asta-asta supurib chiqarib yetadi bu yerda-chu. Xo'sh. Chunki Tayvanning geostrategik nimasi muhimligi Amerikaning manfaati uchun, ya'ni buyuk jahongir davlat bo'layotgan Amerika uchun nihoyatda muhim o'rinda turdi. Chunki bu sababdan Amerika nurg'un og'ir badallarni to'lab Xitoyga qarshi turishi mumkin agar hujum qilib qolgan bo'lsa. Bu sababdan ikkisining o'rtasidagi askariy va iqtisodiy farqninki azaymasdan burun, ya'ni jiqroqchi. Ya'ni vaqtning so'zishi bilan Xitoy bu farqni azaytyotdi. Bu belgilik yillarning o'tishi bilan Xitoy bir urinib beqishi mumkin endi. To'g'ri. Ama qisqa mezgil ishlar emas.
Hamda bu sözünüzden yola çıkıp bugünkü programımızın teması bir vasıta alakası olmasın, lekin ahırkı cevabınızda bu Rusya-Ukrayna meselesi köpreklik edindi. Şunun için bir yerde bunu sormam geldi hamda. Muş Annalina Bayırbakun'un Germaniya Taşqi İşler Ministrinin bir sözü var. Muş Ukrayna meselesi. Eğer Ukrayna Rusya bilen bo'lgan urushida mag'lub bo'lsa, bütün Avrupaning hammasi mag'lub bo'lgan bo'lmaymiz degan bir söz var hamda. Taxmin şu aldan qapti qilgan bir söz. Demek ki bütün Avrupa, Amerika'da başlap bütün Avrupa devletleri bütün güç bilen yardım qilyapti hamda. Sizce hamda hiç kütülmegen şekilde bunchalik uzun so'zildi bu hamda. Oxirgacha hamda agarda bunda hamma davlat bunda deb qaragan bo'lsa, ta mush Rossiyani mag'lub qilib bu urushdan Ukraina g'alaba qilguncha davomlashtira olamdi g'arb. Yoki sizcha hamda ba'zi analiz qilayotganlar Rossiyani yengish asla mumkin emas. Bu Ukraina o'zining putiga o'zi palti chapdi, g'arbning keyni kirdi deyotgan Turkiyada nurg'un analizchilar bor. Bu xatoti bu urush deb. Sizce bunun neticesi Rusya mağlup olsa belki parçalanıp gitişi mümkün hamda. Yana bu qancha parçalar hamda. Çünkü qachongacha davom qilishi mumkin ham sizce taxminiy shaklda. Rossiyaning mag'lubiyati bilan tugamdi yoki Ukrainaning g'alaba qilishi bilan tugamdi bu? Endi har xil analizlar har xil tarafdan chiqyapti. Mesela Kissinger'ning o'ttirib qo'ygan bir narsa o'tganda bundan bir 2 oy burun dedi. Hozirgi Ukrainami urushdan bek so'zib ketmay, tinchlik barpo qilish uchun Rossiya besvagan zamanni e'tirof qilib, qilib qolgan zamani bilan urushni to'xtatsa bo'ladi dedi. Ammo buningga Zelenskiy javoban hech bir santimetr tuprog'imizning Rossiyada qilib qilishni, hatto Krimni o'z ichiga olganlar Rossiyada qilib qilishga yo'l qo'ymaymiz dedi. Va Zelenskiyning Amerika Kongressga borganda degan bir gapi bor. Ben sizlarning bexatarliginglar uchun urushyapmiz biz dedi. Yani bugün Rossiyaninki besib kirishi faqat Ukraina emas, xalqaro sistemininki yipirishi ve Amerika boshchiligidagi umumiy cho'ngishga e'lon qilgan bir nimedek narsa boyligi, hujum qilgandekchu. Xo'sh. Albatta bu endi bir tajovuzchilik nima qilgan chog'da bir Jahongir Kuchbiyaga aralashib bu urushni to'xtatishga va ay deyishga bir nima majburiyat var, yani moral şekilde. Bir yerde xalqaro qonun bo'yicha bu to'g'ri emas albatta. Buningga shon davlatlar o'zininki xavfsizlik nuqtasidan xalqaro sistemining bu tartibning va o'zining qimmat qarashlarini qo'g'dash uchun Ukrainaga iqtisodiy va askariy jihatda yordam beryapti. Shuni bugun Ukraina xalqininki jasur irodasi bilan bu yordamlarni qilgan asosda Rossiya aldıqcıq ilgirlənmək məğlub bulmatıdır nurgun yerlərdir. Yani bu uzunlu sözleşi asas neticesinde gördüğün nəsimiz Rusya iqtisadi cəhətdən nurgun nimelərə uçurdu. Cazağa uçuravatqan Rusya Xitaydak bir dövlətin iqtisadi qolluşunun etib ketib baratıdır. Ama içki vəziyyəti onda bir yaxshi bir vaziyat emas. Putinninki ichidagi kutilgandek emas. Putinninki ichidagi yenidagi odamlarning bu urushning so'zilganligidan va Rossiya iqtisodininki chekinganligidan bearam bo'layotganligini ko'ryapmiz. Bu uzun so'zilgan siri Rossiya uchun bir manfiy bir nimani shakllantirdi. Shunga mening farzimda Ukraina xalqi bu urushda oxirida g'alaba qilib chiqdi deyman. Ya'ni o'zining milliy irodasini yo'qotmagan Ukraina xalqi elbette bu urushdan g'alaba qilib chiqdi. Endi bu yerda Yevropaliklar bilan setiydi, unda bunda deb tushunayli desak, chunki bu narsa Yevropa qit'asidagi davlatlarning bugun ishg'olligiga kelib qoldi bu urush. Agar Ukrainani berib o'tgan Yevropaliklar Hitler 2 dunyo urushida qanday boshqa nimani bosgandek Rossiya boshqa davlatlarga o'zining xirisini va askariy kengaymachiligini o'tirg'a qo'yishi mumkin. Şunu bu bularınki canıcan menfaatiga, bulup xavfsizlik menfaatiga daxlisi boğaşqa, bular özleri qiyin günlerde qalsımı Ukraina xalqininki bu urushni davom qilib qarshilik nimasini bildirishiga ko'plab yordam qilyapti mesela. Şuna Ukraina xalqi milliy irodadan davom qilgan mezgilgacha bular urushda utirib o'tmaydi. Shu. İnşallah bunun muhtevayimiz için nurgun zor
payda edip kildiğin vaziyetki ayanlaşını elbette ümit kılımız. Çünkü Xitay sepini neçik etim hazırgacha Ukrayna meselesi de Rusya'nı keskin bir şekilde ayıplap turmayıvatıdı hazırgacha. Hatta ki Rusya'nı qo'llayotganligi abayqa so'zlimi mesela Angliyaning istihbaratning ishidagi odamniki qo'llayotib degan shaklda ham qo'llayotgan bo'lishi mumkin degan gap yo'q hamda. Demak, hozir butun G'arbning oldida hozir yani Xitoy bilan birlashib olgan bir Rossiyaninki ko'rinishi bor. Agarda Rossiya mag'lub bo'ldi degan gap, agar shu urushda butun kuchi bilan Ukraina chidab oxirigacha Rossiya parchalansa, Xitoy oqisi turgan taqdirda Rossiya agarda mag'lub bo'lib chiqsa bu urushdan G'arb dunyosining oldida yo'qitildigan birlam nishon qolgan bu vaqtda. Xitoy kommunist rejimidan iborat. Agar Rossiya parchalandi, yo'q mag'lub bo'ldi degan gap lo'q go'sh shaklida birdan bir nishon Xitoy qoldi degan bo'ldi-da amdilqa. Bularning asosiy bir nishon bo'lib Xitoy qolib qolgan bo'ldi endi. Bu vaqtning tez suratda kelishini umid qilamiz inshaalloh. İnşallah bir şeyde dikkat kılgan bir nokta var. Bu olup mu Ukrayna halkınınki milli iradesi deyimiz. Biz nurgun yerlerde değiştik kılıkı milli irade, milli neyse desek, bu ne desek nin paydası oldu deyip insanlar deydi. Bir ulusununki, Şarkı Türkistan ulusu, her bir ulus özününki iradesini köstüş gerek dünyaya. Yani biz devlet kuralaydıgan gücümüz var, devlet kuruş ideologiyemiz, nimemiz var. Biz işganda müstemlikki baş eğmeyimiz deydiğen bir nesini köstüşü gerek. Bunu ispatlışı gerek. Yani bedel töylegen alette ispatlangan çağda bedel töylense, bununla şu çağda anladıkken başka devletlerime gelip yardım kıldıgan gibi. Ama başka devletler bizge nimene depese, ügesse, şunun bilen kitip, şu sizlermişler degendikken şu gipandan anlaydı, anda kitip mansak, biz o çağda milli irademizni köstenmegen bir ulus bulunmuş. Şu alette onu köstenmegen ulusla devlet kuranmaydı. Şuna bu milli iradeni, milli menfaatni asas kılan alette Şarkı Türkistan halkınınki alim menfaatin çıkış kılan alette oturuğa koyup her daim köstüp, dünyanın arkanda yerde köstüp, nimkanda biz zaman bir günü Şarkı Türkistan'ın müstakilliğini kolumuzga keltirimiz inşallah. Bu nokta her bir Şarkı Türkistanlık'a bulunduğun bir ders de oylayayım ben. Hakikaten. Köptün köp rahmet deginizde inşallah. Sevgim rahmet. Aşındak keskin oturuğa koyduğun günlerimi, vaziyetlerimi inşallah pat fırsatı keladi deb umid qilamiz. Hakikaten kechikib nurg'un kechikdi bu masala hakikaten. Afgan halkımı yeni bir misali bununki. Doğru. Allah razı olsun. Nurg'un imparatorluq sağlamadı. Sizin rahmet. Şu. Doğru deysiz. Allah razı olsun da olsa vaqtingizni chiqarib. Rahmet. Qadrli ko'ruvchilarimiz, shunday qilib bugungi Voqea va Mulohaza programmamizni mishada oxirlashtiraylik. Hakikaten bir-biridan muhim temalar. Allah subhanahu wa ta'ala xalqimizning, da'vogarlarimizning dunyoning har qaysi joylaridagi bu haqliq mücadelemizde, ko'rishimizda to'g'ri niyat bilan harakatli qilsak inshaalloh nurg'un fursatlar kun sari chiqayotganligini ko'rib turibmiz. Inshaalloh bu vatanimizdagi echinishli vaziyat muoxirlashigan kunlar pat arada kelgusi deb tilaymiz, umid qilamiz. Shuningga ko'ra harakat qilishga tirishimiz. Allah ömür verse yana bir qatimliq programmamizni ko'rishgacha aman bo'lg'aysizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.